Men tez-tez sit bo'lib qolaveraman. Lecheniya olaman, davolanaman, bir haftadan keyin yana qaytalaveraman. Nima qilish mumkin bunaqa vaziyatda? Sizdagi holat juda ham ko'pchilikni qiynaydi. Men hozir sizga rasmlar orqali tushunarli bo'lishi uchun tushuntirib o'tib ketaman. Qarang, mana bu yerda bizning qinimiz. Birinchi holatda bu tug'magan holatimizda qinimizda torgina genital tirqichli, ya'ni qinimizning og'zi yopiq holatda bo'ladi. Bunaqa holatda qinimizni o'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega, ya'ni mikrob, infeksiya, bakteriyalardan tozalaydi. Bizda qinimizda o'zi odatda hidsiz, rangsiz, shaffof vyuzdaleniya kelishi kerak. Bu yerda tug'ruqdan keyin o'sha yillar o'tib, toza usti mushaklarimizga e'tibor bermaganimizdan keyin tushishlar, kengayishlar, bo'shashishlar bo'ladi va shuni hisobiga genital tirqich, ya'ni qinimizning og'zi katta ochilib ketadi. Qinimizning og'zi katta ochilib ketgandan keyin tashqaridan mikrob, infeksiya, bakteriyalarning koni bo'ladi. Kak ochiq eshiklar bo'lib qoladi. Samarqand darvoza degandek gap bo'lib qoladi-da, qizlar. Mana bu yerda endi anus teshigimiz bo'lsa, anusdan har xil mikrob, infeksiya, bakteriyalar kirib ketadi. Uni siz lecheniya qilaverasiz, lekin ozginchadan keyin yana qaytalayverasiz. To siz intim gimnastika bilan shug'ullanmagunizcha shu mikrob, infeksiya, bakteriyalarni lecheniya qilaverasiz, vaqtinchalik lecheniya olaverasiz. Siz intim gimnastika bilan shug'ullanib, qiningizni, genital tirqichini, ya'ni og'zini yopasiz, qiningiz o'zini o'zi tozalash xususiyatini bajaradi, ya'ni mikrob, infeksiya, bakteriyalardan tozalaydi. Hidsiz, rangsiz vyuzdaleniyalar kelib turishi kerak. Video yoqqan bo'lsa, ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.